Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonboy qishlog'ida kottejimiz sotiladi. 4 sotuvli kottej, 1 etajli. Darvozaxonadan kirish qismimizda mehmonxonamiz bor. Отдельный mehmonxonamiz mavjud. Video boshida aytib o'tamiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Hali ko'p videolar qo'yamiz va like tugmasini bosib bu videoni ko'plab tanishlaringizga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Bu kirganimizda kattagina, kenggina hovli, bemalol примерно bu darvozaxonadan kirganimizda bir ikkita yoki 3 ta mashina bemalol sig'adigan holatda, o'rtada zelenniy zona bo'ladi. Bu tarafda bitta отдельный darvozaxonadan kirganimizda отдельный mehmonxona qismi va tashqaridagi sanuzel tualet bo'ladi tashqarida. Bu kirish qismimiz. Kirganimizda ro'parada chiroyli shaklda qurilgan kottejimiz. Albatta, yangi qurilgan, endi remont bo'lib turgan holatdagi kottejimiz. Polni issiqlik uchun отоплениyaga, radiatorlarga moslab montajlari yangi qilib, montajlari уже tayyor holatga keldi. Tepa patologlar qilingan. Kirganimizda kattagina, kenggina koridor. Koridordan chap tarafda bitta umumiy bu joyda oshxonamiz bo'ladi. Kirganimizda oshxonamiz. Bu joyda oshxonamiz oldida umumiy kattagina sanuzelimiz bo'ladi. Bu joyda sanuzel. Ro'parada bitta xonamiz. Buni kattalar yotoqxonasi yoki bolalar yotoqxonasi qilishligimiz mumkin. Albatta, montajlari bo'lgan, tayyor, yangi qurilayotgan kottej. Buni oldida ham bitta xonamiz mavjud. Buni shu o'zlaring kelishilgan holda kattalar yotoqxonasi yoki bolalar xonasi qilishliklaring mumkin. Endi koridordan kirganimizda bitta o'ng tarafda mehmonxonamiz mavjud. Patologlari tayyor qilib qo'yilgan bitta mehmonxonamiz. Bu joyda ham albatta polni isitish tizimi, parovoy отопление bo'ladi. Bu videoni ko'plab shu uy qidirib yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Prямо egalari bilan kelib ko'rib, realnik o'zlaring bilan ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Albatta, bu joyda gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Gazlar tortilgan. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.